Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qanaqa qilib bizaga qizuv 80 kilodan 48 kiloga tushganingiz? Shu to'g'risida ozgina aytib bersangiz. 1 yil bo'ldi. Bariatrическая operatsiya qildirdim. O'zi ozishni boshladim. Ya'ni bu yerda ataylab nimadir qilinmasa ekan, o'zi ovqatlarni kamroq yeyishni boshlaysiz. Shuni hisobiga kaloriya defitsitdan ozishni boshlar ekan odam. Sog'liq bo'yicha qarang, hamma operatsiya qatori o'zining qiyinchiliklari bor, lekin glавныйsi afsuslanmayman. Operatsiya qildirganimda o'sha qiyinchiliklarga arziydi. Qisqaqa yana nima maslahatlar bera olasiz ayollarga? Ayollarga agar oshqozon operatsiyasini qildirmaslikni o'ylayotgan bo'lsa, birinchi o'rinda o'zi qilib ko'rsin. Misol uchun, 1 oy davomida faqat bulyon ichib ko'rsin. Vitaminlar bilan birga, masalan, go'sht yeyishi mumkin, kartoshka boshqa hech narsa qo'shmasdan faqat bulyon ichib ko'rsin. Balki ozib ketar. Mana biz ham boshida o'sha vitaminlar yozib berishgan, bulyon ichganmiz 1 oy. 3 oylik, 5 oylik chaqaloq bo'lsa, xuddi shunaqa tenma-ten yeb ko'rish kerak-da. Agar o'sha narsaga to'yadigan bo'lsa, o'zi ham irodasi yetsa qilsa bo'ladi, lekin meni irodam yetmagan bo'lardi deb o'ylayman. 2-3 kun qilasiz, bor, ana 1 hafta qilasiz, lekin o'sha keyingi kunlar sekin nafs ko'z o'ynab ketishni boshlaydi baribir. Har bitta odam o'zining organizmi uchun o'zi mas'ul, o'zi qaror chiqarish kerak. Masalan, men ayollarga qildiringlar ham demayman, qildirmanglar ham demayman. Shunaqa o'zim afsuslanmayman lekin.